Galing. İyi doğdun Sabrina. İyi doğdun Sabrina. Yangi tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Kecha bilasizlar 10 soat operatsiyalarda qolgan va hamda O'zbekistonimizda Navro'z bayrami. Qani? Chaqaloq. Yaqinroq keling Feruza. Mani jonim. Hamma gaplaring amalga oshsin. Ilohim. Sani butun O'zbekiston duo qildi. Sabrinaning holati juda ham yaxshi. Oyoqlari, harakatlari hammasi ishlab turibdi, faqat endi qimirlamasdan dam olish kerak. Operatsiya omadli amalga oshirildi. Duolar uchun katta rahmat. Ochib ko'rsating, yarmini tizim. Hammaga ko'rsatdik, xohlasanglar mana ko'rsatamiz. Ko'ringlar, oyog'i tekis bo'lgan, o'zi sezyapti, tekisligini sezyapsizlar. Mana bunaqa bukilib yotdi. Oyoq mantda turuvdi. Ikkalasi ham mana qimilyapti. Hamma narsa Allohga shukr ishlab turibdi. Endi bu yo'lga faqat uxot. Bizni xalqimizni hurmat qilib, vrachlar $15,000 skidka qilib berishdi. Turk xalqiga ming rahmat. Bizni yuzimizni shunaqa yorug' qilib, chiroyli qilib 8 soatlik vrachlar og'zini ochmasdan ro'zador turib berishganiga ming rahmat. Doktorlar bilan birinchi gaplashganimda men aytdim, bu qiz bitta fojiadan chiqib kelyapti va unga xalq yordam bermoqchi. Biza bunga minimalniy narx chiqasi berishimiz kerak dedim. Keyin doktorlar aytishdiki, bu operatsiya 20-25 minglar bo'ladi deyishdi. Keyin men aytdim, yo'q, to'g'ri kelmaydi. Unga puli yetmaydi, chunki hali uni oyog'iga turishiga ancha vaqt kerak. Ancha payt uyda yotishiga to'g'ri keladi deb aytdim. Keyin ular aytishdiki, biz har doim O'zbekistonga boramiz. O'zbek xalqi bizani shunda boshimizda ko'tarib yuradi. Biz ham dedi, qardosh millatimiz deb, unda dedi, maxsus Sabrina uchun $15,000 ga operatsiyani qildirib berishdi. Doktorlarga rahmat, kattaxon. Shunda ko'zimni yumdim, shunda ko'zimni ochdim. Vaqt o'tib ketganini bilmadim, yengil chiqdi. Bu yerda bizani asablarimiz ketdi. Voy. Klinikani burchagida Mohina yig'lagan, 4-etajda onanglar yig'lagan. Men ikkalasini ko'rsam endi nima deyman? Assalomu alaykum xalqim, yurtdoshlarim, azizlarim. Men mana bugun o'zimga keldim. Hammasi yaxshi. Men uchun duo qilganlar Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Men o'zimni yaxshi his qilyapman. Oldingidek kulib gaplashyapman. Hammaga assalomu alaykum. Avvalo Navro'z bayramlaring bilan. Bugun juda ham zo'r kun. Oyog'i rovning, sizdan baxtli inson yo'q. Uyg'onish bilan Sabrina meni so'ragan ekan, men eyforiyada o'tib keldim klinikaga. Все хорошо. Kim bilan so'rayotgan bo'lsa, вот ko'rib olinglar, с ней все идеально. Assalomu alaykum xalqim, yurtdoshlarim. Hammalaringni Navro'z ayyomi bilan tabriklayman. Allohga shukr, mana qizim sog' salomat. Sizlarning duolaring xalqim, hammalaring duolaring bunga yordam bo'ldi. Allohning nazari tushgan ekan. Yana bir bor sizlarga kattakon rahmat.